Salom meni azizlarim, bormisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Sizlar bilan uchrashganimdan xursandman. Mana bugun yana chiroyli bir ochirim qilamiz degan umidda, Xudo xohlasa sizlar bilan diydorlashishga tayyorman. Allohim nasib qilsa chiroyli diydorlashib, chiroyli bir ochirimlar qilamiz degan umiddaman. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi ochirimimizni kunlik ochirim qilamiz. Bizni nimalar kutyapti, nimalar bo'lyapti hayotimizda, ishimizda va mukammal bilib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim. Menga podpiska bo'lgan, like bosganlar niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Shifoli ochirim bo'lishini Allohdan so'radim. Bismillahirrohmanirrohim. Kimlarnidir oilasida yoki bo'lmasam ishida qandaydir bir diqqatchiliklar, ozgina bir urush janjallarda to'xtagani va ozgina bir yutuqlarga erishganinglarda aytyapti kartalarimiz, Xudo xohlasa. Ba'zi birlaringlarda sehr jodu borligini ham aytyapti. Ba'zi birlaringlarda sehr jodu bo'lib qolgan. Kimlargadir qo'llariga pul kelishi kelyapti. Yana kimlardir dunyoga chiqishi, qayerlargadir bormoqchi bo'lganlar, kimlardir uchinchi kishilar sababdan oilasida jinday notinchliklar bo'lyapti. Ozgina bir hayotida tinch, totuv yashayotganlar ham bor ekan. Bir o'zgarishlar bo'lishini kutyapti, qo'liga pullarni kelishi va farzand kutayotganlar farzandli bo'lishi, farzandlarni kelishi, barokatlar bilan ritsarlarni kelishi va hayotida nimanidir bir rishat qilmoqchi bo'lgan ishlari bor va bu rishat qilmoqchi bo'lgan ishlarini hal bo'lishi va qaror topishi. Menimcha chiroyli qaror topadi deb aytyapti kartalarimiz, Xudo xohlasa. Pul to'g'risida muammosi borlar bormi, yo ishida yo hayotida. Farzand kutayotganlar, albatta Alloh farzand beradi. Beradimi farzand deganlar? Amali borlar, tozalating. Hech qanday bir nima qolmaganlar, tozalatmasangiz bo'lmaydi. Shu menimcha shu amal sababli jinday uyingizda janjallar, urush to'polonlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ozgina bir hayotingizda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Uyingizdan pul chiqib ketyapti deb aytyapti. Pullarni qaytarishga harakat qilish kerak. Dunyo kezgani, qayergadir chiqib ketmoqchi bo'lganlar deb aytyapti. Uchinchi kishilar sababli oilasida jicha notinchlik bo'layotganlar va ozgina pul kelishini kutayotganlar bor ekan, keladi. Pullarni kutayotganlarga Xudo xohlasa, farzandli bo'laman deganlar albatta farzandli bo'lasiz, Xudo xohlasa. Alloh avvalo Alloh, banda sabab. Ajabmas, Alloh umri bilan rizqi bilan hammaga farzand bersin, noumid qaytarmasin Allohim. Ba'zi birlarning uylariga barakalarni kelishi va jinday bir hal qilmoqchi bo'lgan ishlarini hal bo'lishi albatta qaror topadi, hal bo'ladi deb aytyapti. Va farzand, yana farzand talablar, yana farzand kutaman, farzand ko'radimi, farzandli bo'ladimi deganlarning savollariga javob albatta farzandli bo'ladi. Bo'lasizlar, albatta Alloh beraridan qismasa hech gap emas. Sizlar bilan bugungi kunlik ochirimimiz shulardan iborat. Xudo xohlasa yana chiroyli ochirimlarda ko'rishguncha xayr. Yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar, telefon raqamlarimni, Telegram raqamlarimni albatta yozib qo'yapman. Shu Telegram raqamlari orqali albatta gaplashamiz. Xudo xohlasa albatta pulli yakka ochirimimiz, uni juda yaxshi bilasizlar. Tozalatmoqchi bo'lganlar, o'qitib, ko'rsatib, tozalatib, bir o'zlarini yo'llarini ochirmoqchi bo'lganlar va bir-birlariga albatta istib, bir nimasini anaqa bilmoqchi bo'lganlar, Xudo xohlasa hammasini qilamiz. Avvalo Alloh, banda sabab. Allohning o'zini kalomi bilan albatta bu ishlarni qilamiz. Xudo xohlasa, falnoma kitobimiz bor. Agar mabodo kerak bo'lsa, kimgadir fol ochish kerak bo'lsa, shu Qur'on falnoma kitobimizdan ham foydalanishimiz mumkin. Kimga agar kerak bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yana ko'rishguncha xayr. Xudo xohlasa yechimsiz ishda o'zi yo'q. O'limdan boshqa hamma narsani albatta yechimi bo'ladi, bor. Harakat qilamiz bu narsalarga, Xudo xohlasa. Yana bu temalarga yana qaytishimiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli va barokatli o'tsin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, yana sog'inib qolaman. Tinch bo'linglar.